ketdi. Pirashkani qilib, pirashkani pishirib, olib qo'yib, endi aylangani ketyapman-da yana. Rolik uchgani ketyapman. O yoqda maydonlar bor ekan, o'ynaydigan. Ashaqqa ketyapman. Kecha o'yida futbol bo'lgan. Mana ularni zo'r qilib qo'yishibdi ama. O'yda tennis o'ynashyapti. Baliq bormikin deb keldim-da. Suvda tiniqligini qaranglar. Tap-tiniq u, tap. Baliqqa o'xshab ko'rinyapti uni o'tlar. Kecha ham mashitlardan o'tib ketdim. Metga ilgari kuni ham keldim, kecha ham keldim. Bu yerda Wi-Fi bor ekanda. Shuning uchun ilgari kundan beri mana shu yerga kelyapman. Boshqa joyga o'tkim kelmayman. Mana bu yerda hojatxona, al-hojat. Mana. Onu bitta ko'rsatib qo'yaymi? Ilgari kunimi? Ilgari kundan beri rasm chizishib, kecha tugatishdi. Devorga rasm chizishdi. Hozir ko'ramiz. Mana bu yerda alinaqa rolik uchaman deb keldim-da masjidga mana. O salqin joylarda rolik uchsa bo'lar ekan. Masjidda rolik uchaman deb keldim. Ham bu yerda Wi-Fi bor. Mana bu yerda sket uchishadi. Onu duvalga rasmni chizishdi. Mana bu yerda sket uchadigan joy. Kecha bu rasmlar mopasidagi yo'q edi. Mo'lar bor edi. Mo'lar bor edi. Yozuvlar ham yo'q edi kecha. Angela Lozano deb qo'yibdi. Endi men mayada sket uchaman endi. Sket deyman, anaqa rolik uchaman. Mana tugadi.